Mana birodarlar yana bitta obyekt o'tkazdik. 200 kvadratlik kotelni o'rnatdik. 150 kvadrat teflopol, 60 kvadrat panelli radiator qo'yganmiz. Rajnetilni bakimiz. Qarachi. Nasos. Podachamiz 40 ga borib qoldi. Apparatga o'ttiz. Shunun farqi bilan aylanadi teflopol. Shunaqada o'zi 10 bitta xona. Yonish yo'q. O'to yoqdik. Yoqqanimizga yarim soat. Allah. Bitta panelli radiatorimiz bor ya. Ikkita xonamiz. Teflopol bitta dush. Tuz. Issiqlik kelgan bega. Yaxshi radiatorlar ham. Issiqlik bor. Ikkinchi xonamiz. Oshxona, kuxna. Tip pol ham juda isib qopti. Yoqqanimizga yarim soat bo'ldi, lekin urib tasdiq. Zo'r. 40. Podachamiz apparatga tagidan sovuq-ku. 3-chi xonamiz ham. Voy yaxshi. 4-chi xonamiz ham teflopol. Xamashi 150 kvadrat. 5-chi xonamizga radiator qo'yganmiz. Svetni yo'qola. O yaxshi issiqligi yaxshi kelibdi. Bu yerda ham bitta dushimiz bor. Ichi teflopol. Montaj qilib qo'yilgan hammasi. Bitta xonamiz zal. Mehmonxonamiz. Bu ham teflopol bo'lgan. Issiqligi uribdi yaxshi. Bu yerda ham bitta banyamiz bor. Yaxshi issiq. Juda podacha 40. Rules Resto 30 talik o'rnatdik. Rakovina, unitaz, dushovoy. Yaxshi issiqligi juda zo'r. Panelga bitta panelli radiator qo'yganmiz.